To'mpilarim, ovqat yeymisanlarmi qizim? Yeymiz-da. Ada dunyoda insonlar hamma har xili. Bizani bir xil deb aytishadi-da. Ikkala qo'limiz ham. Men ko'rinishimiz bir xil bo'lsa ham, ikki xil-da. Odamzod usti bilintirmaydi, ichi bilintiradi hamma narsani. Baxilligi bormi, g'ayrligi bormi, yo hasad bilan, yo havas bilan qaraydimi, uni bilmaysanlar. Tortishib qolasizmi? O'sha payt jahl ustida hech qachon aloqani uzib yubormalaring deb o'rgatardingiz yoshligimizdan. Aloqani uzish yengil, lekin uni tiklash naqadar qiyin. Tiklash qiyin. Shuni jahl chiqqanda aql ketadi. Aql bilan ish tutmasang, unda tan berib qo'yadi. To'mpilarim yuzlari yanada yaltirlashib ketdi. To konditsioner yoqligidan qurib ketmadi. Biz kuni bo'yi yuzimizni damlantirib turmasak, O'zbekistondagilar lekin qanaqa yashashadi bilmadik. Bizda konditsionerdan qurib ketadi, damlantirib shunaqa altirab bo'lamiz. Bir eslaringdami bir narsani aytib bermoqchi edim. Jasur bor edi, rom qilgan. Bitta bu yoqdan chiqib ketib qolib, ikkinchi bu yoqdan kirib kelganda qo'rqib ketgan Jasur. Bilmasdi-da ikkita qizdek, bir xil egizaklar. Menga dramatikant bitta qiz nariyoqqa ketdi deb bir payt men bu yoqdan paydo bo'lib qoldi desa bo'ladimi? Bunday meni qiziqtiradigan savol bo'ladi. Keyin baribir vaqt bemahal vaqt o'zini soati kelgandan keyin baribir adeli bo'lasanlar, majbur bo'lasanlar. Ada, u keyini bizga ham qiziq. Qiynalib qolmaysanlarmi deb ham o'zimga o'zim savol beraman-da shu.